Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Mana shunaqa skuter keldi. Yangi, mana Cavallo degan. Mana kilometrlar endi bilmasam necha yurgan bu. De ko'rsatadimi yo'qmi bilmayman. Mana motor datchik bilan 48 ta yurgan hali. Motor datchik bilan kelgan. Ochdik motorni. Motor mana уже bizlar remont qildik desak ham bo'ladi-yu. Qaraganda mana magnit mana bu yerda. Bu yerdan mana bu yergacha almashtirilgan. Nima sababdan? Mana bu magnit endi ochishda qattiqgina muammo bo'ladi buni. Bu magnit shunday qarasiz mana. Ko'rasizlarmi? Yelgan. Yakir tegilgan. Bu Xitoylarda o'zining aybi. To'shda tagida kleyni chereshchoq ko'p qilgan. Shu munosabatdan bu yelib qolgan. Yelgan magnitlar mana bu yerda edi. Mana birdan 1 2 3 4 5 6 ta magnit bu yerga bu qittigina eshitmay emas. 6 ta magnit plus mana bu yerda ham yelgan joyi bor edi. Mana shu yerda ham mana yelgan joyi bor edi. Mana 1 2 3 tasini tam almashtirdik. Bu yerdan yana boshlanyapti. Bunga teginmadim. Uncha ko'p yelmagan. Mana bu yerda mana 4 ta almashtirilgan. 1 2 3 4 ta almashtirilgan. Bu yog'i bo'limini. Yelgan bo'lsa magnitni kuchi kamayadi. Shuning uchun ashibga berishni boshlaydi datchiklar. Shu sababdan motor ochildi, magnit almashtirildi. Lekin buni maslahat bermayman. Prosta endi bu magazindan kelib remont qilib ber deganlar uchun men o'zinikini remont qilib beraman. Желательно motor almashtirish kerak. Bu ishlab ketishi ham mumkin. Bu lekin 50 ga 50 yo bo'ladi. Qancha ishlashiga hech qanaqa garantiya yo'q buni. Mana bu yakir idealном состоянии, hech nima qizimagan, normal ishlagan, просто из-за того, что kley chereshchoq magnitda ko'p bo'lgan, magnit tegishni boshlagan mana bu yakirga. Shuning uchun magnitni yeb qo'yib, qizib magnitni ishdan chiqargan. Mana shunaqa. Mana shu skuter yangi 48 ta yurgan. Hozir magnitni almashtirdik. Hozir kleyda turibdi. Hozir kley qotsa joyiga sabirat qilib yana bitta video tashlayman.